sog'lig'ingiz bilan bog'liq kasalliklar uchun zapret qo'yiladi. Demak, keyingi zapret turi bu podpunkt 7 chas 1 statya 27 fez 114. Qanday holatlarda taqiq qo'yiladi? Bu podpunkt bilan ikki holatda zapret qo'yiladi. Birinchisini Rospotrebnadzor sog'lig'ingiz bilan bog'liq kasalliklar uchun zapret qo'yiladi. Ikkinchisi bu sudimiz borligi, ya'ni sudlanganlik holatingiz borligi uchun zapret qo'yiladi. Avval Rospotrebnadzor masalasini ko'rib chiqamiz. Rospotrebnadzor yuqumli kasalliklar sizda aniqlansa zapret qo'yiladi. Qanday yuqumli kasalliklar? Bu birinchisi sifilis, tuberkuloz, ya'ni sil deyiladi. Keyin lepra va VICH yoki SPID kasalligi sizda aniqlansa zapret qo'yadi. Bu zapret to davolanmaguningizcha yoki sud tomonidan bekor qilinmagunicha bekor bo'lmaydi. Demak, agar sizda sifilis yoki tuberkuloz aniqlangan bo'lsa, sizga zapret qo'yilgan bo'lsa, siz aytaylik yashab turgan davlatingizdan, aytaylik O'zbekistonda davolanganligingiz haqida va hozirgi kunda sizga sifilis yoki tuberkuloz kasalligi yo'qligi haqida hujjatlarni tayyorlaysiz va biz bu hujjatlarni Rospotrebnadzorga yuborib Rossiyaga kirishga ruxsat olamiz. Rospotrebnadzor sizga 3 oyga muhlat beradi Rossiyaga kirib kelishga. Rossiyaga kirib kelganingizdan keyin bu yerda yana ko'rikdan o'tasiz. Bu yerdagi analiz natijalari ham yaxshi chiqsa va sizda kasallik aniqlanmasa, bu zapret to'liqligicha bekor qilinadi. Agar endi lepra kasalligi hozirgi kunda uchramaydi. Agar VICH yoki SPID bo'lsa, bu kasalliklar hozirgi kunda davosi yo'q kasallik hisoblanadi va buni bekor qilish imkoniyati faqatgina sud orqali bo'lishi mumkin. Sudlar agar turmush o'rtog'ingizda Rossiya fuqaroligi bor bo'lsa, faqatgina mana shu holatlarda sud o'sha SPID yoki VICH kasalligi bor bo'lsa ham sizni Rossiyaga kirishga bo'lgan taqiqingizni bekor qilishi mumkin. Agar sizda yoki yaqinlaringizda zapret bor bo'lsa, bizga murojaat qiling. Bekor qilish imkoniyati bor yoki yo'qligini ko'rib chiqib aytamiz. Agar boshqa zapret turi bilan zapret qo'yilgan bo'lsa, profilimizga o'ting. Har bir zapret turi haqida batafsil ma'lumot berganmiz.